Assalomu alaykum obunachilar. Mana navbatdagi obyektimizni ham ishlayapmiz. Oxiri mana silif qo'yyapmiz. Silif bilan xudo xolosa ishlarimiz yakunlaydi. Birinchi etaj isib ketyapti ekan, shunga. Tepadan holatini ko'rsatamiz hozir. Bu tomoni. Kimga shunaqangi shumkali, lazerli variantlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, murojaat qilaverasizlar. Har doimgidek joninglar sog' bo'lsin deydi. Xudo xolasa siliplarni qatirib kelinyapti. Shu bilan ish yakunlanadi. Baland joy bo'lgani uchun ancha vaqtimizni o'g'irladi bizda. Kamiga svetlar o'chish bo'ldi.